mehmonlar, tadbirimiz ishtirokchilari, kutubxonlar, qiziquvchilar, qolsa mana bugun juda xursandmiz, maktab o'quvchilari ham ishtirok etayotgan. Xabaringda bor, O'zbekiston O'zbekiston Milliy kutubxonasida Milliy axborot kutubxona haftaligi o'tyapti. Mana bugun shu haftalikning ikkinchi kuni. İkinci kununa nomlanishi ham hozir ishtirokchilarimizga, mehmonlarimizga aytadi. Qiziqarli uchrashuvlar kuni deb nomlangan. Demak, shu uchrashuvlarimizni boshlab berish uchun biza bugun xalqimiz sevgan, qadrlagan ijodkorlarni taklif qildik. Bugun biza mana uchrashuvga O'zbekiston xalq artistlari Yosi Ibrohimova, Malika Ibrohimova, dramaturg raqibimiz Erkin Xushvaqtov tashrif buyurdi. Gumonim komilki, bugungi ijodiy uchrashuvimizga tashrif buyurgan mehmonlarimizni deb o'tirgan ko'pchilik hamma yaxshi taniydi, biladi deb ayta olaman. Ammo lekin ijodlarning shunday qirralari bor. Bitta o'tirgan har bir inson uchun buni bilish juda qiziqarli bo'lsa kerak. O'shaning uchun ruxsatliklarimni bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilib, bugungi mehmonlarimizni uchrashuvini olib borishni so'zni Ruhullohga beraman. Avvalambor bugungi mana shu ma'naviyatni kutilgan va milliy kutubxona doirasidagi qator tadbirlardan biri sifatida eng qiziqarli uchrashuv bo'layotganidan boshim osmonga yetdi. Bu opalar bilan, bu aka bilan, Erkin Xushvaqtov bilan birgalikda ko'p yildan beri ijodiy hamkorlik qilib yurganligimizga va hatto bizni yozgan radio teatrlarimizda ijro etganligiga, rollar ijro etganligiga keyin yo'llarda eng qiyin holatlarda birga uchrashuvlar qilib hisobdan O'zbekiston xalq artisti Ibrohimova bilan birga ona-bola o'tirib uchrashuvlarda birga bo'lganligimiz va u odamlarga munosabatini ko'rganligimiz uchun juda boshimiz osmonga yetdi. Bizni uyimizga, hovlimizga kelgandek bo'lishdi. Lekin bitta holat bor. Biz shu qaragan sari ba'zi odamlarimizni yoshi o'tgan sari ba'zi insonlarni ko'ra olmaganligimiz armon o'qigan, ba'zi san'atkorlar bilan uchrasha olmaganligimiz armon o'qigan. Sizlar uchun balki ba'zi bir kitobdan ko'ra azizroq bo'lgan uchrashuvlar, so'zlar, jumlalar bo'lishi mumkin bu yerda hozirgi uchrashuvda. Lekin asosiy nima holatni sizlarga aytishim kerak. Juda katta artistlar, san'atkorlarni va buyuklarning hayotida bo'lib o'tgan bir gap bor. Shu xalq uchun kerakli bo'lganda odamlar kasal bo'lib, toblari qochib yurgan paytda ham mana Botirzod Nuripdat kelib o'zini eng yaxshi qo'shiqlarni aytib, yana yiqilib qolib kasalxonaga ketganlarini eshitgansizlar, to'g'rimi? Erkin Xushvaqtov xuddi shu yerga kelib uchrashuv qilaman deganimizda sevimli dramaturg o'sha Chimildiqlarni yozgan, hujjatni Chimildiqni bilasizlar. Hammasiga ko'ngilga, boshqasiga tushunsangiz. Kasalxonada hozir davolanayotgan paytida sizlarni deb turib 2 soatga ruxsat olib, dorilar, sanchqi, ukol, muolaja, tugma dorilarni yutib kelib o'tiribdi. Xuddi shu odamni olib kelaman desam, oldingizda, yoningizda kim bo'ladi? Men kasalxonadan qanday bo'laman? Qani, meni qadrimni ham bir sinab ko'ringchi. Hamza teatriga borib, Erkin Xushvaqtovni kasalxonadan bo'lsa ham shu insonlar bilan